Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mush insonlarning yizdoshlik va adolat tuyg'usi degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi mush insonlarningki yizdoshlik tuyg'usi va uning darajasi, ya'ni o'xshamagan darajadagi yizdoshlik va uningki adolat bilan bo'lgan munosabati to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər şu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Mən aldın qıtım sözləyən indigenous people to'g'risidagi munozirdan paydo bo'lgan tuyg'ular degan leksiyani Angliyalik dangliq psixolog Simon Philip Baron Cohenning yesidoshlikning kamligi barliq razillikning yiltizi degan so'zi bilan oxirlashtirgan edim. Men bugungi leksiyani shu so'zning davomi qatorida yesidoshlikning zodi nima ekanligi, uningki darajasi va uning mushu bizningki adolat tuyg'umizga bo'lgan ta'sirlari to'g'risida tafsili to'xtalib o'tmoqchi. Undaqda bu yesidoshlik degan zodi nima? Yesidoshlik deganimiz bir insonning o'zidan boshqa har qanday bir jonliqning his tuyg'u, azob oqibat va o'y fikrlarini tonish, tushunish va uni o'rtoqlashish iqtidoridir. Ya'ni bir insonning o'zidan boshqalarning his tuyg'ularini tushunish iqtidoridir. Yesidoshlik boshqalarga kuyinish va o'zaro munosabat o'rnatishda intayin muhim. U o'zining his tuyg'usi, azob oqibatlari, o'y fikrlari va ko'z qarashini emas, balki boshqalarning his tuyg'usi, azob oqibatlari, o'y fikrlari va ko'z qarashini tushunish bo'lib, u majbur bo'lganlikdan emas, balki boshqalarga ishidan chiqarib kuyinish va yordam qilishning asosidir. Yesidoshlik to'g'risida tadqiqot ilib borgan tadqiqotchilar yesidoshlikning chambarakini tövəndagidek 7 xil chambarakka ayirib chiqqan. Uning birinchisi o'zi, ya'ni o'zidan boshqa hech qanday odamga yesidoshlik qilmaydigan, faqat va faqatla o'ziga yesidoshlik qiladigan ahvol bu chambarakning eng ichidagisi. İkincisi olsa o'zidan boshqa oilasiga yesidoshlik qilish. Bu chambarakning uchinchisi olsa o'zi, oilasi va do'stlarga yesidoshlik qilish. To'rtinchisi olsa qo'shnisi va xizmatdoshlarga yesidoshlik qilish. Beshinchisi olsa mahallasidagilarga yesidoshlik qilish. Oltinchisi olsa o'zining millati va diniy qarindoshlariga yesidoshlik qilish. Yettinchisi olsa natonish kishilar, ya'ni barliq kishilarga, hatto hayvonot, har qanday bir jonliqlarga yesidoshlik qilish. Bu yesidoshlikningki eng keng, eng yuqori darajasi bo'lib, mushu yesidoshlik to'g'risida tadqiqot ilib borgan olimlar yesidoshlikni mushu 7 xil chambarak yoki 7 xil darajaga ayirib chiqqan. Bu yesidoshlikning darajasini hamda yuqorqi dikdak ifodalashdan boshqa, ya'ni nomerliq qilib ifodalagan vaqtida uni mushu yesidoshlikni tadqiq qilgan olimlar eng tuvan darajalik yesidoshlikni 0 darajalik yesidoshlik deb ayirgan bo'lsa, uningdan boshlab tadrijiy holda 1 darajalik yesidoshlik, 2 darajalik yesidoshlik, 3 darajalik, 4, 5, 6 darajalik yesidoshlik deb 0ni o'z ichiga olgan vaqtida 7 xil darajadagi yesidoshlikqa ayirib chiqqan. Bularning ichida ko'rayotganinglardek 0 darajalik yesidoshlik eng tuvan darajadagi yesidoshlik bo'lsa, 6 darajadagi yesidoshlik eng yuqori darajalik yesidoshlik hisoblanadi.
ko'pincha insonlar, ya'ni 80-90% insonlarning hissdoshligi 3-darajalik bilan 5-daraja orasida bo'ladi. Ya'ni faqat o'ziga hissdoshlik qiladigan 0-darajalik hissdoshlik bilan hamma narsaga hissdoshlik qiladigan 6-darajalik hissdoshlik tava kishilar nisbatan oz, insonlarniki eng ko'pi shu 3-darajalik bilan 5-darajalik orasidagi hissdoshlik va insonlar shu umumiy nüfus ichida eng ko'p sonni egallaydi. Endi bu texmi konkretlashtirib aytgan vaqtida shu hissdoshlik darajasi va uning ifodalari qanday bo'ladi degan vaqtida men yuqori ta'kidlab o'tgandagidek 0-darajalik hissdoshlik o'zidan boshqa hech kimga ko'ngil bo'lmaslikni, o'zidan boshqa har qanday insonga, hatto norsida bolalarga rehmsizlik qilishni ko'zda tutadi. 1-darajalik hissdoshlik bo'lsa, o'zi va o'z oilasidan boshqa hech kimga ko'ngil bo'lmaslik, hatto o'z do'sti va xo'lim qo'shnilarga rehmsizlik qilishni ko'zda tutadi. 3-darajalik hissdoshlik bo'lsa, o'z oilasi va do'stlaridan boshqalarga ko'ngil bo'lmaslik, navbat kelganda xo'lim qo'shni, xizmatdosh va mahallasidagi kishilarga ziyonkashlik qilish va rehmsizlik qilishni ko'zda tutadi. 3-darajalik hissdoshlik bo'lsa, oilasi, do'stlari, xo'lim qo'shnilari va xizmatdoshlarga ko'ngil bo'lish, undan boshqalarga ko'ngil bo'lmaslik. Bu men yuqorida o'tgandagidek, shu 3, 4, 5 turdagi hissdoshliklar nisbatan eng ko'p uchraydigan hissdoshliklar hisoblanadi. 4-si bo'lsa, shu do'stlari, xo'lim qo'shnilari, xizmatdoshlari, mahallasidagilarga ko'ngil bo'lish, undan boshqalarga ko'ngil bo'lmaslikni ko'z tutadi. 5-darajalik hissdoshlik bo'lsa, do'stlari, xo'lim qo'shnilari, xizmatdoshlari, mahallasidagilar, millati va diniy qarindoshlarga ko'ngil bo'lishni ko'zda tutadi. 6-darajalik, ya'ni shu hissdoshlikning eng yuqori darajasi bo'lsa, har qanday insonga, hatto hayvonlarga, jonliq maxluqotlarning hammasiga hissdoshlik qilishni ko'z tutadi. Bu yerda alohida ta'kidlab o'tishga arziydigan yana bir ish, shu 0-darajalik hissdoshlikni olimlar ikki xil o'xshamagan 0-darajalik hissdoshlikqa ayirgan. Uning birinchisi 0-darajalik pozitiv hissdoshlik, yana birisi 0-darajalik negativ hissdoshlik. Endi bu 0-darajalik pozitiv hissdoshlik degan vaqtida bu asosligi shu kishilarningki fiziklik, ya'ni jismoniy kasal sababidan yoki bo'lmasa mingisining zaxmlanishi, aql parosatining tuvanligi sababidan boshqalarga, o'zidan boshqalarga hech qanday hissdoshlik bildirmaydigan yoki ularning ishlariga ko'ngil bo'lmaydigan ahvollarni ko'rsatgan bo'lsa, 0-darajalik negativ hissdoshlik da bu insonlarningki aql parosatida masala yo'q, lekin psixikasida, ya'ni ro'yi holatida benormal bo'lganligi uchun ular alohida shaxsiyatchi bo'ladigan, o'zidan boshqalarga hech qanday hissdoshlik bildirmaydigan, hatto o'zidan boshqalarga yomonlik qiladigan, ya'ni benormal psixikadagi insonlarni ko'zda tutgan. Ya'ni bu yerda 0-darajalik pozitiv hissdoshlik garchi hissdoshliklar kam bo'lsa-mu, ularningki boshqalarga yomonlik bo'lmaydiganligi, biroq 0-darajalik negativ hissdoshlik yolg'iz boshqalarga hissdoshlik qilmaslik yoki ko'ngil bo'lmaslik bilan cheklanib qolmasdan, balki yomonlik qiladiganligini ko'zda tutib, bu 0-darajalik, ya'ni hissdoshlik kam bo'lish yoki 0-darajalik hissdoshlikni shu 0-darajalik pozitiv hissdoshlik va 0-darajalik negativ
yesidaşlık deb ikkiga ayırgan. Keyinki mushu mazmunlarda 0 derecalik yesidaşlık degan vaqtida asosliqi mushu 0 derecalik negativ yesidaşlıkni ko'zda tutdi. Ya'ni bu xildagi insonlarda psixika ro'y holati normal bo'lmaganligi uchun ular yolg'iz o'zidan boshqalarga ko'ngil bo'lmayli qolmasdan, balki boshqalarga ziyon yetkazadigan xatarlik insonlar hisoblanadi. Angliyalik donliq psixolog Simon Baron-Cohenning qarashicha 0 derecalik yesidaşlık, ya'ni yesidaşlıkninki kam bo'lishi. Bu yerda men yuqorida deb o'tgandagidek asosliqi 0 derecalik negativ yesidaşlık. İnsanlarninki remsizligining yangi nazariyasi. Bu haqda bu Simon Baron-Cohen bir kitob yozgan bo'lib, agar qiziqadigan qarindoshlar bo'lib qolsa, u kitobni to'liq o'qib chiqsa bo'ladi. U kitobda shu yesidaşlık kamlik bo'lib, bak 0 derecalik negativ yesidaşlıkdagi kishilarniki noyta remsiz, shafqatsiz keladiganligi, bütün razilliklarniki shu sababdan kelib chiqadiganligini noyta tafsili o'tirib qo'ygan. Undaqda mushu insonlarning yesidaşlıkning kam bo'lishiningki asosli sabablari nima yoki nima sababdan insonlarning yesidaşlık kam bo'ldi degan vaqtida yesidaşlıkningki kam bo'lishini keltirib chiqargan omillar har xil bo'lib, ularni tövandagi bir necha tarafga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi irsiy omil, ya'ni ota-onamizga varislik qilgan alaydilik. İkincisi muhit amili, bo'libmi balalik davrdagi kechirmishlar. Üçüncüsü ro'y jihatdagi zaxma va ro'y kasallik. Bu alayda muhim, shu ro'y jihatdagi zaxma va ro'y kasallik ba'zi insonlarningki yesidaşlık tuyg'usini butunlay vayron qilib, jamiyatga va boshqalarga o'chmanlik tuyg'usi paydo bo'lishi mumkin. To'rtinchisi qatnash vaqasi qatorliq har xil hodisdan kelib chiqqan mingi zaxmisi. Yesidaşlıkning kamligi bilan alayda munosabatlik ikki psixikalik atalg'u bo'lib, ular ijtimoiy kasallik va ro'y kasallikdan iborat. Ya'ni bu ikki xil shu psixikalik atalg'u shu yesidaşlık tuyg'usiningki kamligi bilan zich munosabatlik. Ama yuqorida deb o'tgandagidek ro'y kasallik insonlarningki shu yesidaşlık tuyg'usining kam bo'lishida noyta muhim rol o'ynashi mumkin. Ya'ni ro'y kasallik bor insonlarningki yesidaşlık tuyg'usi kam bo'lishi mumkin. Undaqda bu ro'y kasallik insonlarning yesidaşlık tuyg'usiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan vaqtida ro'y kasallik insonlarningki sog'lom tafakkur qilish, normal his qilish, tasavvur qilish, normal tuyg'uni saqlab qilish, hissiyotini kontrol qilish va reallikni to'g'ri tushunish qatorliq iqtidorlarga ziyon yetkazadi va shu orqali insonlarning yesidaşlık tuyg'usini vayron qiladi. İnsanlarning yesidaşlık tuyg'usining kam bo'lishini keltirib chiqaradigan ro'y kasallikning turlari har xil bo'lib, bizning reallikni tushunishimizdagi binormallik tövandikidek oqibatlarni paydo qilishi mumkin. Birinchi, doim asossiz tashvishlanish, gumon qilish va qo'rqish. Ikkinchi, xarakter bo'lingan ro'y kasallik. Uchinchi, yo'q narsalarni his qilish, anglash va ko'rish. To'rtinchi, asosi bo'lmagan ishlarning rostligiga ishonish. İnsanlarning yesidaşlık tuyg'usi insonlarning insonlik, axloq va adolat tuyg'usining asosidir. Yesidaşlık boshqalar bilan hamkorlashish, do'stlik o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Boshqalar adolatsizlikka duch kelgan vaqtida adil qaror chiqarishga turtki bo'ladi. İnsanlar bu vaqtidala
boshqalarga hizdoshlik qilishga boshlaydi. Balalardagi bu xil aloyidilik agar har xil sabablar tufaylidan vayron qilinmasa, u izchil taraqqiy qiladi. Normalda balalar va ayollarning hizdoshlik tuyg'usi nisbatan kuchli bo'ladi. İnsanlarning hizdoshlik tuyg'usi kam bo'lgan vaqtida ularning adolat tuyg'usi bo'lmaydi. Ammo insonlarning hizdoshlik tuyg'usi qancha kuchli bo'lsa, ularning adolat tuyg'usi shuncha kuchli bo'lamdi yo'q. Buningga nisbatan o'xshamagan qarashlar mavjud. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida ko'pincha mutaxassislarning qarashicha insonlarning hizdoshlik tuyg'usi ninki kuchlikligi bilan ularning adolat tuyg'usiningki kuchlikligi o'ng tanasib bo'lmaydi. Agar ma'lum jamiyatda hizdoshlik tuyg'usi kam insonlar ko'p bo'lsa, u yolg'iz shu jamiyatga ofat bo'lib qolmasdan, balki butkul insoniyatga ofat elib kelishi mumkin. Chunki hizdoshlikka kam insonlar shaxsiyatchi va rehmsiz bo'ladi. O'zidan boshqalarni o'ylamaydi. O'z maqsadiga yetish uchun vosita tanlamaydi. Maqsadiga yetgandan keyin har qanday odamdan yuz o'rishi mumkin. Shunga hizdoshlikka kam razil insonlarga nisbatan meni chaqmagan yilon 1000 yil yashsun emas, balki meni hozir chaqmagan bilan aman bir kuni chiqishi mumkin degan pozitsiyada bo'lib, ulardan hazar aylash kerak. Bugungi bu insonlarning hizdoshlik tuyg'usi va adolat tuyg'usi to'g'risidagi qisqacha leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitim ko'rishaylik, ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.